Qarako'lda Zarqalchinni do'koni borligini bilarmidingiz? Bilmasangiz ichkaridagi atmosfera bilan sizlarni tanishtirib chiqaman. Qani bo'lmasam ketdik. Qarako'l tumanimizdagi Zarqalchinni do'koniga Xitoydan kelgan buyumlar bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Jigarlar, yurtdoshlar, ertalabki nonushta uchun noodatiy chinni idishlar. Sizda faqat chinni idishlar sotiladi deb o'ylagandingizmi? Mutlaqo adashmang. Mengalar tog'am pishirib bering, yana bu qozonchadan olib ovqatlari. Hamnaqa sarpolar uchun original idishlarimiz ham bor, jigarlar. Jigarlar, bizlarda yangilikni bombasi. Mana bunaqa torikishlarni 550 ming so'mdan beryapmiz. Xaladelnik deysizmi, kirmoshin deysizmi, gaz plita deysizmi, gaz balon deysizmi, vishilka, balo, battar, karotchi gapirishga tilojiz. Bu yerda vashshi narsalar ko'p ekan, o'zlaringiz kelasizlar, ko'rasizlar, olasizlar. Manzilimiz jigarlar, Qarako'l tuman Toshkent choyxonasining yon biqinida joylashgan. Ikkinchi manzilimiz jigarlar, Toshkent choyxonasining ichkarisida joylashgan Chinni bozorchasi, Jamshid akaning magazini.